Jonim futbolda nima aytishgan o'sha. Rahmat, sog' bo'linglar. Gullar qolib ketdi yaqin. Bozorlar gul qolma. Alo. Acha telefon. Telefon qilyapsizmi aytishgandi. Gul berish. Alo. Va alaykum assalom. Rahmat. Onajon Abbosxo'ja akami o'rtoqlari nomidan ko'pchilik yetishyapti. Yaqin o'rtoqlari Tanijon sog' bo'lsin. Voy bu go'zalligini qara. Rahmat. O'g'limni do'stlarini hammasini tanjani sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Bugun stolim to'rtga, gullarga to'lib ketdi. Hammasiga rahmat, o'g'limni shunchalik hurmat qilib, o'g'limni nomidan menga jo'natib turishdi. Hammasini tanjani sog' bo'lsin, umrlari uzoq. Qo'llaringga shukr hammalaringiz. Sog' bo'l. Men ham tanjani sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, baxtimga. Salomat bo'ling. Sizlar ham bundanda ziyoda bo'lsin martabalar. Salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin onajonim. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Xo'p, mayli. Xo'p. Xo'p, men hech qachon negativlarga ahamiyat bermaganman. Lekin to'g'risini aytganda hozir men больницadaman. Oilaviy yotibman больницada, klinikada. Bitta narsani yaxshilab tushunib olinglar, hurmatli negativlar. Dunyodagi eng isqirt tilaklarim sizlarga bo'lsin. Sababiki men bu yerda qiynalib o'tiribman o'zim hozir. Hamma yozyapti. Unga mashina, onangga gulmi deb. Men onamga qilganlarimni men xalqqa ko'rsatib, maqtanib, pantatsiya qilib o'tirmayman. Ijod bilan hayotni yaxshilab farqiga borib olinglar. Agar farqiga bora olmasangiz, demak siz IQingiz yaxshi emas. Demak siz hali kitob o'qishingiz kerak. Demak siz hali izlanishingiz kerak. Demak siz hali farosatingiz molnikidagi darajada. Yaxshilab eshitib olinglar. Men onam bilan, meni shaxsiy hayotim bilan bog'liq masalalarga voобще aralashmanglar. Men o'z uyga bora olmaganimga alamzada bo'lib, ichimda dard bilan o'tiribman-da. Men bitta ikkita negativlarni ko'rib, asablarim buzilib turibdi. Ko'p tanishlarim, boshqalar bu storieslarni noto'g'ri qo'yibsan, bekor qilibsan, mayli, negativlarga ahamiyat berma deyishi mumkin, lekin ahamiyat bermasam bo'lmaydi. Menga mana shu hozir qo'ygan storieslarim haqida ham umuman fikr yozmanglar. O'zim yaqinlarim ham, tanishlarim ham. Mayli, men balki ahmoqlik qilayotgandirman, jahl ustida noto'g'ri ish qilayotgandirman, lekin meni shuncha paytdan beri kuzatib kelayotgan muxlislarim men haqimda shunaqa fikrdaligidan afsusdaman. Ming la'nat bo'lsin mana shu Instagramda men ijod qilganimga, ming la'nat bo'lsin. Juda qattiq afsusdaman Instagramda ijod qilayotganimga. Juda qattiq afsusdaman. Shunga ketgan vaqtimni shu sizlarga kayfiyatinglarni ko'tarishga sarflagan vaqtimga, bilimimga, boshqa narsaga sarflaganimda yaxshiroq bo'lgan bo'lardi. Lekin Instagramdan biz orqali ko'p pul topib, sen mashina berib, bozor tushirib bilmay qolsan. Instagramdan voshim pul topmayman men. Ishoninglar, men nabarot har bir kontentimga eng kam $100. Sizdan iltimos qilgan bo'lardim, meni faqat ijodimni kuzating. Faqat ijodimni kuzating, shaxsiy hayotimga burun suqmang. Iltimos qilaman. Juda iltimosim shu. Ichimda har bir erkak kishini o'zini ichida nima o'tayotganini, ichida qanaqa dardi borligini, qanaqa muammosi borligini, qanaqa yetishmovchiliklari borligini juda ham yaxshi biladi, inson o'zi biladi. O'sha menga negativ yozayotganlar ham onangga qil, unaqa qil, bunaqa qil, mashina sovg'a qil, aqalli oyingizga bir dona gul sovg'a qilganmisiz? Men bora olmaganimga yarasha shu yerda o'tirib, o'rtoqlarim, o'rtoq xafa bo'lma, siqilma deb o'zlari borib gullar berib tabriklab kelishyapti. Men onamni ham, otamni ham Allohga shukr rozi qilishga qo'limdan kelgancha harakat qilib, umralargacha jo'natib, mashinalargacha olib berib, uyga 5 ta mashina taxlab qo'yganman. Allohga shukr. Hamma narsa qilib berganman. Lekin baribir kamman. Men hozir bu yerda shunaqa vaziyatdamanki, xohlayman, bo'ladi insonda shunaqa. Xohlaysiz, lekin chiqib keta olmaysiz. Tushundingizmi? Bu yerda nejni boshqa balo battar emas. Bu yerda meni oilam turibdi. Tushundingizmi? Siz gapirayotganda, SMS yozayotganda, meni directimga yozayotganda, xayoliy qo'lingizda klaviaturalar yozayotganingizda erk bermang. Qo'lingizni ko'tingizga tiqib qo'yaman. Bitta ikkita negativlarni qo'lini ko'tiga tiqib qo'yaman.
yozayotganda juda ehtiyot bo'linglar. Men hech qachon bunaqa yomon so'zlar bilan, bunaqa yomon bir holatda chiqaman deb hech ham o'ylamaganman-da. Tushunyapsizlarmi? IQ'ingizni oshiring. Iltimos qilaman sizlardan. Faqat ijodimni kuzating. Faqat ijodimni kuzating. Siz kuzatayotgan narsa meni ijodim. Meni hayotimga kirib kelsangiz, yig'laysiz, dod solib yig'laysiz. Juda ehtiyot bo'lib yozinglar, iltimos qilaman. Bugun ayniqsa men holatim ochig'i yaxshi emas. Men shaxsiy hayotimni hech qachon sizlar bilan bo'lishmaganman, bo'lishmayman ham. Erkak kishini xarakteri shunaqa bo'ladi. Ichidagi dardini, ichidagi muammolarini tashqariga umuman chiqarmaydi. Men shuncha yildan beri onamni tug'ilgan kunida yonlarida bo'lganman. Men bugun shunaqa holatga kelib bo'la olmaganimdan afsusdaman. Endi hamma narsa Xudodan. Lekin men bu yerdan chiqishim bilan to'g'ri onam oldiga yetib boraman baribir. Meni shaxsiy hayotim, onamga bo'lgan mehrim, onamga bo'lgan отношениям, qizingga unaqa qilding, onangga bunaqa qilding, ko'tingni qisib o'tirlaring. Meni oilam haqida gapirayotganda ko'tingni qisib o'tirlaring. Meni ichimdagi dardimni qo'zimanglar, iltimos sizlardan. Uzr so'rayman, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Men hozir Abbos akaning istoriyalarini ko'rib qoldim. Negativli yozishibdi, onangga gul podarka qilib, nejniga mashina podarka qildingmi? Insonlar, nima qilasizlar? Ro'za Ramazonda kimnidir dilini og'ritib, erkak kishi endi sizlarga chiqib aytmaydi, to'g'rimi? Men onamga men buni qilaman. O'zinglarning hayotingizda yashasanglar bo'lmaydimi? Nima kerak? Ro'zada birovni dilini og'ritib, birovga negativ yozib, o'zinglar shu yozayotgan, negativ yozayotganlar, o'zinglar bir haftada bir marta onanglardan xabar oldinglarmi? Hatto bu juma kuni borib, xabar olib, bitta dona gul ko'tarib bordinglarmi sizlar? O'zinglar bundoq bir o'ylab qaranglar. Menimcha bir oydan bir marta menimcha onanglarni eslamasanglar kerak, borib xabar ham olmasanglar kerak. Bir insonni vaziyati balkim shuni taqozo qilayotgandir. Qattan bilasizlar sizlar? Erkak kishi hamma narsani ayol kishiga o'xshab chiqib aytavermaydi, to'g'rimi? Kerakmi hozir shunaqa dilini og'ritib, shunaqa yaxshi kunlarda? Yaxshi. Assalomu alaykum barchaga. Hozir Instagramni tomosha qilib o'tirib bir narsaga ko'zim tushib qoldi. Ukamiz Abbos Xo'ja storieslarida juda ham dil og'rigan aytib xafa bo'lib video murojaat qilibdi. Ukajonim, hech qanaqa u negativlarga e'tibor bermang uka. Men sizga yaqin akaxoningiz, qolaversa muxlisingiz bo'lib turib aytaman-ku. Uka, negativlarni siz haqingizda gapirgan yomon gaplariga emas, negativlar basharasiga tupuringda uka, faoliyatingizni davom ettiring. Alloh ko'rib turibdi ukajonim, kim nima qilyapti, kim qanday, hammasini Xudoyim o'zi chevara. Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'lib ketadi, iziga tushib ketadi. Inshaalloh. Allohim shifo bersin ukajonim sizga. Ijodlaringizga omad uka.